Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Barchinoyona, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Avvalambor bayramlaringiz muborak bo'lsin, onajonim. Rahmat. Tanimadim qizim. Kompaniyadami deb qo'ydim. Ayni vaqtda sizni tabriklar loyihasidan yana bezovta qilib turibmiz. Kecha ham siz bilan bog'langandik. Kechagi bayram yana bugun ham nishonlanmoqda. Uncha yaxshi, rahmat qizim, rahmat. Sizni tavallud ayyomingiz bilan tabriklay ololmagan insonlaringiz bugun siz uchun chiroyli dalnomalar yuborgan. Rahmat, Allohga shukr. Shularni ko'rsatganiga shukr. Ilohim. Barchinoyona, sizni chiroyli bir dalnomalar kutmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Endi kimdan bo'lishi mumkin ushbu dalnomalar? Endi kim desam endi bilmasam, kecha qizlarim tabriklagan ekan, jiyanlarim bor, singlilarim bor. Siz kecha xotirlagan insonlaringizdan biri sizga chiroyli bir dalnoma yuborgan. Agar ijozat bersangiz, ushbu omonat tabriklarni sizga o'qib eshitiraman, maylimi? Rahmat, mayli. Endi bizni diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum, hurmatli ulug', aziz va mehribon xolajonim. Sizni kecha o'tgan tug'ilgan kuningiz hamda bugungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Siz biz uchun faqat xolagina emas, balki doimo mehr, oqibat ko'rsatib, yo'l yo'riq ko'rsatib berib turadigan yaqin insonimsiz. Sizni mehribonligingiz, samimiyligingiz va ochiq ko'ngilligingiz juda qadrlayman. Ilohim doimo sog' va salomat bo'ling. Yuzingizdan kulgu, xonadoningizdan baraka arimasin. Barcha orzu-niyatlaringiz ushalsin. Baxt va quvonch doimo hamrohingiz bo'lsin. O'tgan tavallud ayyomingiz bilan hamda bugungi 8-mart bayrami bilan yana bir bora sizni chin qalbdan tabriklab qutlab qolaman deya, ayni damdan kecha xotirlagan mehribon jiyaningiz Oygulxon tabriklab qutlamoqdalar. Rahmat. Salomat bo'ling. Barchinoyona, sizning ham jiyaningizga aytadigan shirin so'zlaringiz, duolaringiz bo'lsa marhamat. O'zimga sarki oling. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat, jiyanlarim mehribon, hammasi bir-biridan yaxshi, singillarim ham yaxshi, mehribon. Mana telefonlarimga pul tashlab, tabriklab, Xudoga shukr 2 kundan beri telefonim zaryadkalari tashlayoryapti. Rahmat, shularning umri uzoq bo'lsin, shularning hammasini to'ylarida o'tiray, Allohim. Mana shu Oygul qizimning 2 ta bir-biridan chiroyli shirin qizlari bor. Toshkentdan uy oldi, umri uzoq bo'lsin, uylarida, xonadonida hamisha to'y maraka bo'lsin, to'ylarga borak. Qizlarini yaxshi joylarga uzatsin. Borishli kelishli bo'lib bersin. Ilohim martabasi bundan ham ulug' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Ilohim bolalarining, qizlarining baxtiga sog'omon bo'lsin, omadini bersin, xo'janalar bo'lsin. Ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin. Hamma jiyanlarimga rahmat. Ish qilib yomonligini ko'rmak. U jiyanim kanda qilmaydi-da jiyanlar. Men shu jiyanim deb o'ylabman kecha. Toshkentdanman desangiz qizim ekan. Shunda ham xursand bo'ldim. Shunday rahmat. Salomat bo'ling, ilohim shularni baxtiga Allohim baraka bersin. Rahmat senga ham. Hurmatli vaqtingiz hamda ajoyib suhbat uchun sizdan ham minnatdorman onajonim. Bugungi bayram siz uchun va oilangiz a'zolari uchun muborak bo'lsin. Rahmat, sizga martabangiz ulug' bo'lsin qizim. Rahmat, kam bo'lmang. Ilohim kelsin. Xayr, salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Rahmat, onajoningizga salom ayting siz ham qizim. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Keldik yaqinlar bugun. Tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun. Tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun. Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxt
Baxtimizga omon bo'ling biz uchun. Tavallud kuningiz muborak.